Assalomu alaykum aziz mushahidalari, yashil olam kuzatuvchilari. Mana bugun sizlarga orxideya guli haqida gapirib bermoqchiman. Bu orxideya gullari уже anaqa nima desa bo'ladi, stressga tushgan, holati yomon orxideyalarni olib kelganman. Hozir operatsiya qilish usuli bilan bir qator sizlar bilan bo'lishmoqchiman. Hop, bu qaralari gulli holati yaxshi, ildizlari sog'lomligi bor, faqatgina ba'zi stress sabablari va sug'orilmaganligi, uzoq vaqt chanqab qolganligi gulda stress olib kelgan. Bu gulda barglari mana ko'rib turibsizlar, sog'lom, kasalliklari yo'q. Orxideya oq kleshga moyilligi kuchli bo'ladi, ya'ni yopishqoq malishda oq kleshlar bo'ladi. Shunday narsasi yo'q. Muhimi, barglarida jigarrang dog'lari yo'q, kasallik yo'q. Faqatgina sug'orish noto'g'ri hamda uzoq vaqt chanqab qolgani nega bo'ladi. Xo'p, bu orxideyamiz gullab bo'lgan. Birinchi qiladigan ishimiz, orxideyalarda yangi olganlaringdan keyin albatta mana bunaqa joyda po'kak qismi bo'ladi. Bu po'kak qismini albatta olib tashlanglar. Sababi antyurinda ham bo'ladi. Bundan oldin videolarimda antyurin haqida ham aytib o'tganman. Bu Gollandiyadan kelgunigacha chanqab qolmasligi uchun mana shu po'kakni solishadi gulni ichiga. Bu po'kak o'ziga suvni shimib olib uzoq vaqt ushlab turadi suvni. Bu po'kak mana juda ham zararli hisoblanadi. Gulni ildizini nafas olmasdan chiritib yomon qilib yuboradi. Shuning uchun albatta yangi orxideya olganlaringni mana shu gullab bo'lgandan keyin shu qismini olib tashlanglar. Hozir olib tashlab, mana qoraygan, mana ko'rib turibsizlar, qoraygan puchmoq ildizlarni olib tashlayman. Xudo xohlasa olib tashlab, ugl sepiladi. O'sha kesilgan joy ugl kesib turib, agar gruntlaring, qaralaring yo'q bo'lsa, o'zini idishiga qayta ekib tursalar ham bo'laveradi. Agar mabodo mohlaring, qaralaring bo'lsa, moh ozgina aralashtirib eksalaring, yangi grunti juda ham zo'r bo'ladi. Orxideyani o'zini mana shunaqa ko'rinib turadigan idishi bo'ladi. Keyin sug'ormaysizlar. 5 kun o'tgandan keyin yaxshilab sug'orishlaring mumkin, sug'orsalar ham bo'ladi. Xo'p, keyin orxideya gullab bo'lgan nimasini, o'sha sigirsini kesib tashlasalar ham bo'ladi. Agar mabodo qorayishdi, mana shunday bo'lib, mana ko'rsataman, qorayishni boshlasa, agar qorayishni boshlamasa, mana bunisida ham ko'rsataman, qorayishni boshlamasa kesma turganlaring ham yaxshi, chunki mana yana qaytadan gullashi ham mumkin. Mana hozir yangi barg chiqarib gullashga harakat qilyapti. Shu narsani kutishlaring ham bo'laveradi. Agar qorayishni boshlab yomon bo'lib ketgandan keyin kesib tashlanglar. Keyin orxideyani shu ko'paytirish turli xil usullari bo'ladi. Hozir u haqida aytib o'tishga vaqt ko'p ketadi. Qisqacha shu yangi orxideya olganlaringda albatta shu qismini olib tashlanglar. Shunda gullaring xudo xolasa chiroyli bo'lib o'sadi. Ma'lumotni foydali bo'lgan bo'lsa, kanalimizga obuna bo'lib, layk bosib qo'yinglar. Xudo xolasa bundan keyin yana yangilik, yaxshi ma'lumotlar bilan chiqamiz inshaalloh. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.